Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan tadbirkorlar uchun bir qancha moliyaviy instrumentlar orqali yordamlar ko'rsatib kelmoqda. Korxonamiz 2019-yil tashkil topgan. Asosiy faoliyat turimiz shu issiqxonada pomidor yetkazish, eksport qilamiz, ichki bozorga chiqaramiz. Doimiyda bir 15 kishi ish faoliyatini yuritadi. Endi mavsumiyda ko'payadi. Issiqxonamiz 4 gektardan iborat, 95 ming tub pomidor ekkanmiz. Har bitta ko'chatdan yaxshi bo'lsa, Xudoyim bersa 5 kilo, 6 kilo atrofida bir tubdan olamiz. Endi hozirgi kunda tayyor mahsulot MDH davlatlariga, Qozog'iston, Rossiya shu davlatlarga eksport qilamiz. Gigant Green Export mas'uliyati cheklangan jamiyati issiqxona yo'nalishida bankdan olgan kreditlari bo'yicha kredit foizini qoplash maqsadida kompaniyani kompensatsiya yordamlaridan foydalangan. Issiqxona yo'nalishiga juda katta e'tibor berdilar prezidentimiz. Rahmat katta. Kompaniyadan mana kelishyapti, ko'rishyapti, o'rganishyapti, yordam qilishyapti. Xudo xolisa kelajakda bu kreditlardan qutulib olsak, yana kengayish niyatli bor. Kompaniya tomonidan 2025-yilda Toshkent shahrining o'zida qariyb 1953 ta loyihaga 300 milliard so'mlik moliyaviy yordamlar ko'rsatildi. Kompaniyani xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz barcha hududlarda hududiy filiallarimiz mavjud. Faoliyat yuritayotgan vakillarimizga murojaat qilishlari mumkin.